har bir yigitning ish stolida bo'lishi kerak. Bugun sizlarga bir nafasda o'qib chiqiladigan 4 ta kitobni tavsiya qilmoqchiman. Birinchisi, Xarobadan chiqqan millioner Vikas Svaru. Mumbayning eng xarobazor va qashshoq tumanlaridan biridan chiqqan oddiy bir yigitcha qanday qilib mamlakatdagi eng mashhur intellektual shouda g'alaba qozondi? U firibgarlik ishlattimi? Yoki bo'lmasam uning hayotidagi eng og'riqli va mashaqqatli o'tgan xotiralar uni mana shu savollarga javob topishga yordam berdi. Taqdir o'yinlari, umid va inson g'alabasi haqidagi dinamik va bir nafasda o'qib chiqiladigan ajoyib kitob. Ikkinchisi, Mary Shelley, Frankenstein. Ilm-fan ortidan quvib, o'zini xudolikka da'vo qilgan va u yaratgan maxluqning jamiyat tomonidan rad qilinishi haqidagi ajoyib kitob. Bu qo'rqinchli hikoya emas, balki inson va u o'zi javob beradigan ishlar, u yaratgan mahsulot yoki maxluq uchun javobgarmi degan klassik falsafani o'rtaga suradi. Mary Shelley kitobi ilmiy fantastika janrining tamal toshi bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu kitobda haqiqiy maxluq kim? Viktor Frankensteinmi yoki xunuk qiyofadagi insoniylikmi? Buni kitobni o'qib bilib olishingiz mumkin. Uchinchisi, Aldous Huxley, Ajib yangi dunyo. Klassika, antitopiya. Tasavvur qiling, muammolar, urushlar va hech qanday kasallik yo'q bo'lgan ideal jamiyat. U yerda hamma baxtli. Aniqrog'i bu baxt emas, balki sun'iy baxt tabletkalari ortidagi kayf safo qilib yurgan narkomanlar jamiyati desak ham bo'ladi. Bir qarashda hech qanday muammo yo'qdek tuyuladi. Ammo chuqurroq rasm solinsa, aynan bunday ideal jamiyatning ham o'z qusurlari namoyon bo'la boshlaydi. Va oxirgisi, cho'qintirgan ota. Klassika. New York mafiyasi haqida, Don Corleonening jinoiy imperiyasi haqidagi ajoyib kitob. Bir qarashda bu gangsterlar haqidagi navbatdagi romandek tuyulishi mumkin, ammo undagi oila, adolat kabi mavzularning o'rtaga tashlanishi uni haqiqiy shedevrga aylantiradi. Bu kitob har bir yigitning ish stolida bo'lishi kerak. Bundan tashqari bu hokimiyat insonni qanday o'zgartirishi va oilaviy burch bizlarni qayerlarga yetaklashi haqidagi ajoyib romandir.